Assalomu alaykum. Bugun biz sizga o'zbek adabiyoti va ma'rifatparvarlik harakatining eng yirik namoyandalaridan biri Abdurauf Fitratovning Miriq yulduzi she'ri haqida aytib beramiz. U 1886-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. Fitrat yoshlikdanoq ilm olishga qiziqqan va chet mamlakatlarda, xususan Turkiyada tahsil olgan. U jaddidchilik harakatining faol vakili sifatida xalqni savodli bo'lishga, ilm-fan va taraqqiyotga intilishga chorlagan. Fitrat yozuvchi, shoir, dramaturg va olim sifatida tanilgan. Uning asarlari xalqning og'ir ahvoli, jaholat, zulm va adolatsizlikka qarshi qaratilgan. U millat kelajagi uchun qayg'urib yashagan va shu yo'lda ijod qilgan. 1938-yilda esa siyosiy qatag'on qurboni bo'lgan. Abdurauf Fitrat ijodi o'z davri uchun juda jasoratli va ta'sirchan bo'lgan. U o'z asarlarida xalqni uyg'otish, milliy o'zlikni anglash, erkinlik va adolat g'oyalarini ilgari surgan. Fitrat adabiyoti orqali jamiyatni o'zgartirish mumkinligiga ishongan. Uning asarlari nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lgan. Fitrat xalqni sukut saqlamaslikka, zulmga qarshi fikr bildirishga undagan. Shuning uchun ham uning ijodi bugungi kunda ham tozaliqligini yo'qotmagan. Fitratning she'rlari mazmunan chuqur va ramziy ma'nolarga boy. Uning she'riyatida vatan taqdiri, xalqning iztirobi, erkinlikka bo'lgan intilish asosiy mavzular hisoblanadi. Shoir ko'pincha osmon, yulduz, sayyora kabi obrazlar orqali ijtimoiy muammolarni ifodalagan. Fitrat she'rlari o'quvchini befarq qoldirmaydi. U she'rlarida xalq dardini aytadi, kelajakdan umid qiladi va uyg'onishga chorlaydi. Shu jihatdan uning she'rlari jaddid adabiyotining yorqin namunasi sanaladi. Miriq yulduzi she'ri mazmuni. Miriq yulduzi Abdurauf Fitratning eng mashhur ramziy she'rlaridan biridir. Miriq osmondagi sayyora bo'lib, she'rda u kuzatuvchi obraz sifatida tasvirlanadi. Shoir Miriq orqali yer yuzidagi zulm, adolatsizlik va insonlarning og'ir hayotini ko'rsatadi. She'rda Miriq yulduzi go'yo insonlarga savol beradi: nega adolat yo'q? Nega xalq eziladi? Bu she'r Fitratning ichki noroziligi va xalq dardiga befarq emasligini ifodalaydi. Asar o'quvchini o'ylashga va haqiqatni anglashga undaydi. Go'zal yulduz, yerimizning eng qadrli tuqqani, nega bizdan qochib muncha uzoqlarga tushibsan? Tug'aningga nechun sira gapirmasdan turibsan? So'yli yulduz, holing nadir, nechuk topding dunyoni? Bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar, so'yli yulduz, sening dağı quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar, ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar, o'rtoq qonun qonmay ichgan zuluklar, qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar? Bormi senda o'ksiz yo'qsulning qonun, gurunglashib chog'ir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzugin, o'z qopchig'ini to'ldirg'ali buzg'anlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib, o'z qozonin qaynatg'uchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida, elin yurtin borin yo'g'in sotqonlar? Xulosa qilib aytganda, Abdurauf Fitrat o'z ijodi orqali xalqni uyg'otishga, haqiqatni anglashga va adolat uchun kurashishga chorlagan buyuk ma'rifatparvar adibdir. Uning she'rlari, ayniqsa Miriq yulduzi, xalqning og'ir ahvolini ramziy tarzda ifodalab, insonni chuqur o'yga to'ldiradi. Fitrat ijodi bizga befarq bo'lmaslikni, zulmga ko'z yumib yashamaslikni va ilm hamda erkinlik sari intilishni o'rgatadi. Shu sababli uning asarlari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.